Bilasizmi, Najot ta'limga ko'pchilik keladida, menga savol beradi. Qaysi kasb tanlasam ko'proq pul topaman degan savol berilar ekan. Men keyin aytaman. Najot ta'lim YouTube'da bepul darslar joylab qo'yganmiz. Har bitta yo'nalish bo'yicha. Shularni ko'r, qaysi birisi yuraging jiz qilsa, yoqtirsa shuni o'rgan. Men bilaman, dasturlashda o'rganib $100 topa olmayotganlarni. Men bilaman, SN'da o'rganib $1000 topayotganlarni. Masalan, vaholanki dasturchi ko'p topish kerak edi. Lekin bunaqa bo'lmayapti. Nimaga? Chunki u yaxshi ko'rmaydi, u pul uchun o'rgandi. Va ertaga yana pul uchun davom ettirmoqchi, lekin yaxshi ko'rmagani uchun ishlay olmaydi. Agar inson o'zini yaxshi ko'rgan narsasini tanlasa, u hech qachon ishlamaydi. U maza qiladi. O'zi qilayotgan ishdan lazzatlanadi. Bu Albert Einsteindan bir savol so'rashganda, nisbiylik nazariyasi nima? Shuni qisqacha tushuntirib bering iltimos degan. O'shanda aytgan, sen yaxshi ko'rgan, sen juda ham bir sevgan qizni oldida o'tirsang dedi. Soatlab vaqt o'tganini sezmay qolasan dedi. Qizib turgan moy solingan qozonning ustida o'tirsang, har bir soniyang sening uchun asrga teng bo'ladi dedi. O'shaning uchun biz qiladigan ishimizni birinchi o'rinda yaxshi ko'rishimiz kerak, ikkinchi o'rinda kuchli bo'lishimiz kerak.